Siz hozir ko'rayotgan bu parcha surat bo'lsa, butun insonlar jamiyatining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatgan bir parcha surat. Bu parcha suratdagi har bir odam, hammasi insoniyat taraqqiyotiga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Shundoq deyishga bo'ladiki, bu parcha suratdagi kishilar ma'lum darajada butun insoniyat madaniyati ramkasini tavratgan. Ular keltirib chiqargan ideya har birimizning dunyo qarashini o'zgartirishga yetarlik. Ular olamning mohiyatini bevosita ko'rsatadigan, olamning sirlarini tushunadigan. Bu vaqt bo'lsa bir intayin shalliq davr. Olamdagi barliq narsalarning siri bu bir to'p kishilarning ko'z orqali boshqa oddiy odamlarga namoyon bo'lishga boshlagan. Bu qitimliq surat ilm-fan dunyosidagi eng mashhur bir qitimliq yig'in, ya'ni 1927 yildagi 5-navbatlik Solvay yig'inidan kelgan. Bu parcha suratdagi kishilar ayrim holda nisbiylik nazariyasining o'ttirib qo'yuvchisi, dunyodagi eng ulug' olimlarning biri Einstein, kvant mexaniks otasi Planck, klassik magnit maydon nazariyasi bilan nisbiylik nazariyasi orasidagi ongni to'ldiruvchi, klassik fizika bilan yaqin zamon fizikasini o'zaro tutashtiruvchi gigant olim Lorentz, radiy va poloniy elementining boyquvchisi Curie xonim, kvant mexaniksiga asos solg'uvchi Schrödinger, turaksizlik prinsipining o'ttirib qo'yuvchisi Heisenberg, Kopenhagen ilmiy yaqinining qurg'uvchisi Bohr qatorliq 29 odam. Solvay yig'inini 1911-yili belgiyalik sud sanoatchi Ernest Solvay ta'sis qilgan. U har 3 yilda bir qitim o'tkaziladi. Buning ichida 5-qitimliq Solvay yig'ini yana yuqori darajalik yig'in deb ataladi. Bu bir maydon fizik dunyosidagi aql farosatlik minglarni jam qilgan epos xarakterlik yig'in. Necha 10 nafar ko'p xil tarmoqlarni o'z ichiga olgan fizik olimlari bu maydon yig'inda shiddatli ilm-fan kuchini paydo qilgan. Olimlar 3 aqimga bo'lingan bo'lib, ayrim holda Brag va Kempten boshchiligidagi tajriba aqimi, Bohr va Heisenberg boshchiligidagi Kopenhagen aqimi, hamda Einstein, Schrödinger boshchiligidagi Kopenhagen aqimiga qarshi turish aqimi qatorliqlar. Ular foton va elektronga qarata bir maydon kvant mexanikasi yuqori palla munozirasini qanot o'ldirgan. To'lqin funksiyasidan aniqsizlik prinsipigacha, makon zamondan sabab natija qonuniyatigacha oxirida Einsteinning mag'lub bo'lishi bilan oxirlashgan. Bu qitimliq epos xarakterlik ilm-fan so'qilishini xotirlash uchun ular bu parcha tarix sahifasida qoldirishga yetarli suratni qoldirgan. Bu qitimliq yig'inning oxirlashiga erishib, suratdagi ilm-fan peshvolari hammasi o'zining har qaysi sohalarida g'oyat zo'r tadqiqot natijalariga erishgan. İnsaniyat madaniyati ular tarafidan o'zgartib bezilgan. Bu qitimliq yig'inda so'qilishdan paydo bo'lgan madaniyat uchquni insonlarning kelgusi necha ming yillik taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatishi nihoyat mumkin.